Navbatdagi murojaat bo'yicha Aristonimiz ishlamay qoldi. O'zimiz ochuvdik, teruvdik, yangi teng qo'ydik, lekin baribir suvda qizdirmayapti deganlar quyruqdan o'tib Food City tomon yangi uylarga keldik, namlar uylarga. Hozir kuzatib turinglar. Aniq tashxis qo'yib, nimadan bo'lganini, aybini topib, akamizga tuzatib berib, ishlatib berib ketamiz. Kuzatishda davom eting. Kimga shunday Toshkent bo'ylab Ariston tozalash, Ariston o'rnatish, Ariston remont qilish, katyol duv konturlar xizmatlari kerak bo'lsa, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasiz. Mana Aristonimizni ham chiroyli qilib akamizga osib berdik. Ayblarni hozir birma-bir sanab o'taman sizlarga. Mana lampalari kuyib ketgan ekan, chiroyli qilib chiroqlarni ham hammasini qizil, yashillarni yonadigan qilib berdik. Ish shunaqangi qizg'in ketdiki, ish mobaynida videoga olishga imkon bo'lmadi, lekin nimadanligini aybini aytaman sizlarga. Bularda semisetli ishdan chiqqan mana avtomat, o'zi avtomatli kabellarni ham chiroyli qilib bezapasini qilib, hammasini Ariston o'zi qanday o'rnatilishi kerak bo'lsa, hammasini chiroyli qilib bezapasini qilib berdik. Uyda semisetlarida ayb bo'lgan, shuni hisobiga uylariga suv chiqmay qolgan. Mana narsalardan ham, zapchastlardan muammo yo'q. Tenlar hammasidan bor. Marhamat, salomat bo'lasizlar, podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Toshkent bo'ylab Ariston, Duh, Kontur, Katyollar mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasiz.